Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sayfimizda bu hafta jarayonida berilgan muhim voqea va xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Xitoy Markaziy hukumatı Uyg'ur elidagi qurolli saqchi qismlarini kuchaytirish va ko'paytirishga 600 million yuan Xitoy puli ajratgan. Xitoy kundalik gazetasi bu pulning 5-yil vaqasidan keyingi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining jamiyat muqimligini saqlash nishonini ishga oshirish uchun ajratilganligi ko'rsatilgan. Xabarda naql qilinishicha, Xitoy qurolli saqchi qismlari siyosiy komissari general Yu Linchang garchi Xinjiang kontrolli ostiga ilingan bo'lsa-mu, 5-yil vaqasidan keyin bu rayon qurolli saqchi qismlari terrorlikqa qarshi harakat olib boradigan eng jiddiy rayonlarning biri bo'lib qoldi degan. Uyg'ur eli qurolli saqchi qismlari ma'mur komissari Shu Shaoxingning bildirishicha, bu yil 8 fevral Urumchida yangidan tashkillangan Xitoy qurolli saqchi qismining 6-chi tarmoq atrati Urumchiga o'rnashtirilgan. Bu xildagi tarmoq atratlar yana Uyg'ur elining Aqsu, Qashqar va Xotan qatorliq viloyatlaridami kayni-kaynidan qurildi ekan. Uyg'ur avtonom rayonining tayinlangan raisi Nurbahri 6 mart Beyjingda milliy bo'lgunchilarning qattiq bostirishlarga qaramay yana hujum qilganligini o'tirib qo'ydi. Nurbahri bu so'zlarni ishki yig'in jarayonida chaqirilgan muxbirlarni kutilish yig'inida ilgari surdi. 75事件以后分裂分子受到了沉重的打击，但是我们相信他们绝不会甘心自己的失败。 U mundaq dedi. Ular mag'lubiyatni undaq oson tan olmaydi. Ular bo'lgunchilik qilishni yana davomlashtirdi va bizga avarchilik selish uchun usul tadbirlarini yana o'zgartirdi. Nurbahri yig'inida yana 5-iyul voqeasining chet eldagi Uyg'ur kishilik huquqchilari planlagan harakat ekanligini qayta ta'kidladi. 8 mart Shvetsiya fuqarosi Babir Maqsud Xitoyga josuslik qilib, qonunsiz yo'llar bilan Xitoyga axborot yetkazganlik jinoyati bilan 1 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Babir Maqsud 2009-yili 6-oyda qo'lga olingan. Shvetsiya taftish organi Babirni Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining shaxsiy uchurini qonunsiz to'plash, Xitoyning Shvetsiya elchixonasidagi diplomatik xodimlarga va muxbir siyaqidagi Xitoy josuslarga qonunsiz yetkazish bilan ayblagan edi. Shvetsiyaning Stockholm shahridagi bir yerlik sud mahkamasi dushanba kuni Babir Maqsudning josuslik jinoyati sodir qilganligini muqimlashtirib, uning 16 oylik qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'lon qildi. Amerikaning sharq qismida qurilgan Uyg'ur tili maktabida o'quvchilar soni kundan-kunga ko'paymoqda. Amerika Uyg'ur birlashmasi ayollar komiteti tarafidan yangidan qurilgan Uyg'ur tili va madaniyatini o'rganish maktabining dars boshlaganiga 3 hafta bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bu maktabda kichigi 4 yosh, cho'ngi 19 yoshgacha Uyg'ur yosh o'smirlari dars anglayotgan bo'lib, maktabga kelgan o'quvchilarning soni 60 ga yetgan. O'tgan yili Pokistonning Rawalpindi shahrida qurilgan Ömer Uyg'ur vaqfi o'z rayonidagi Uyg'ur farzandlarga Uyg'ur tilini o'rgatishni boshlagan edi. Vaqfining mas'ullaridan Ömer va Akbar apandilarning bildirishicha, o'tgan 1 yil jarayonida bu rayondagi Uyg'ur farzandlarining Uyg'ur tili o'rganish qizg'inligi eshib, mana hozir o'quvchilarning soni dastlabki mezgildagi 15 nafardan eshib 50 nafarga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, bu maktabdagi o'quvchilarning Uyg'ur tili saviyasi xeyli yaxshilangan bo'lib, hozir bolalar Uyg'ur tilini ravon so'zlaydigan holatga yetgan. Amerikadagi Uyg'ur ayollari 9 mart Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtab oldida namoyish o'tkazdi. Buningdan 15 yil burun Beyjingda chaqirilgan Dunyo ayollar qurultiyida ayollar huquqini qo'g'dashga qaratilgan Beyjing xitobnomasi e'lon qilingan edi. Bu munosabat bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ayollar komiteti Beyjing xitobnomasining amallashish ahvolini ko'zdan kechirish yig'ini chaqirgan. Yig'in 1 mart kuni boshlanib, 12 martgacha davom qildi ekan. 9 mart Amerikadagi bir qism Uyg'ur ayollar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtab oldida namoyish o'tkazib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Uyg'ur ayollarining huquqini qo'g'dash uchun Xitoyga besim ishlatishni talab qildi. Tibet ruhoniy daisi Dalai Lama 10 mart Tibet qo'zg'olonining 51 yillik munosabati bilan nutq so'zlab, Sharqiy Turkiston xalqi bilan qat'iy bir safda turadiganligini bildirdi. Dalai Lama chorshanba kuni Dharamsalada agash kishilarga so'zlagan nutqida tunji qitim oshkor holda Sharqiy Turkiston va Sharqiy Turkiston xalqi degan atalg'ini qo'llandi. Dalai Lama mundaq dedi: "Ig'ir qiyinchiliklar va kun sari jiddiy bostirishlarga uchrayotgan Sharqiy Turkiston xalqini unutib qolmasligimiz kerak. Men ularga hamdam ekanligimni va ular bilan qat'iy birga turadiganligimni ifodalayman."
Xinhua agentligi 10 mart Ürümchidan taqatgan xabarda Xitoyning navbatda Uyg'ur avtonom rayonidagi Sharqi Jungar ko'mirligini keng ko'lamda etishga boshlaydiganligini oshkorladi. Xabarda aytilishicha, bu Sharqi Jungar ko'mirlikda yer qatlamidagi 220 kilometr uzunlikda 390 milliard tonna ko'mir zapasi bor bo'lib, ko'mirlik Sanju Tungan avtonom oblastiga joylashgan. Birleşken Devletler Teşkilatı e'lon qilgan dokladga qaraganda, Xitoy qatorliq Osiyo, Tinch okean ellarida yemeklik, salomatlik jihatdagi kamsitish va qiz bovoqlarni tug'maslik qatorliq sabablardan 100 millionga yaqin ayol kemiyib ketgan. Dokladda ko'rsatishicha, Xitoy va Hindistonni o'z ichiga olgan Osiyo ellarida jami 96 million ayol kam bo'lib, masala Xitoy va Hindistonda eng og'ir ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy va Hindistonda jami 85 million ayol kam ekan. 2009-yili bu vaqt e'lon qilingan bir tadqiqot natijasiga qaraganda, Xitoyda navbatda tang yoshdagi qizlarga solishtirganda 32 million o'g'il ko'p bo'lib, bu farq kelgusi 20 yilda texmi eshib, Xitoyda millionlagan o'g'illar loyiqsiz qoladigan hodisa maydonga chiqishi mumkin ekan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi payshanba kuni 2010-yillik Dünya kishilik huquq vaziyati haqida doklad e'lon qilib, 2009-yili Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati nacharlashib ketganligi, doirlarning faoliyatchilarga ziyonkashligi kuchayib, bostirish og'irlashganligini bildirdi. Dokladda Uyg'ur eldagi yerlik millatlarga qaratilgan madaniy va diniy jihatdagi bostirishning qattiq kuchayganligi, o'xshamagan siyosiy ko'z qarashini tinish yo'llar bilan ifodalagan Uyg'urlarni bostirish davomlashib, Uyg'urlarning uzun muddatli qamoq jazosi va ba'zi delolarda bo'lgunchilik bilan ayblanib, o'lim jazosiga mahkum qilinganligi ilgari surilgan. Dokladda o'tgan yil Urumchida yuz bergan 5-iyul vaqasiga alohida yer berilgan bo'lib, vaqada Xitoy bexatarlik kuchlarining tinish yo'sinda namoyish qilayotgan Uyg'urlarga oldi bilan o'q chiqarganligi va buning mazkur namoyishning to'qinishga aylanib ketishiga sabab bo'lganligi ko'rsatilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar.